axlat to'shig'ich g'alit maxluq. Qara Govo, biz sening g'alit maxluq kampitongni ikki turga ayirib qo'ydik. Meva ta'mli kampit va chaplashqoq kampit. Ha, yaxshi bo'ldi. Rahmat senga, Markus. Qaysi tarafdagisi qanday kampit bo'lib ketdi? Bu aniqla chaplashqa g'alati maxluq sapli kampitga. Chiqiriq ekran hamisha Govoni qo'rqitib yutadi. Chiqiriq ekran? Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ladi. Tozliqchi maxluq ekan. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? G'alati maxluq matematika atirdi. Men sizlarning yordamingizga muhtoj. Sizlarga haj deb tushib qoldi. Bo'ladi. Emas bizning qanday yordamimiz kerak? Sizlarga ma'yan. Muslaviyadagi axlatlarni bartaraf qilish mening qiziqishi. Tozliqchi maxluq axlat yig'ishni yaxshi ko'rar ekan-da. Men axlat yig'ish mashinasida axlat yig'ishni yaxshi ko'rardim. Biroq men hozir unda qilmayman. Qilmaydigan bo'lib qoldim. Nima bunda qilmaydigan bo'lib qolding? Chunki shaharda yangi qoida o'rnatildi. Barliq axlatlar cho'qim belgilangan axlat sanduqiga tashlanish kerak. Bo'ladi. Biroq hozir masala nima? Biroq men hozir qaysi xildagi axlatlarni qaysi xil axlat sanduqiga tashlashni bilmayapman. Shunga men ilishib qolayli dedim. G'alati maxluq matematika atirdi. Hozirli berib senga yordam qiladi. Sizlar haqiqatan yaxshi maxluqlar. Sal turib ko'rishayli. Axlatlarni to'g'ri bo'lgan axlat sanduqiga tashlash kerak bo'lsa, jazmlashtiraylikki, biz g'alati maxluq matematik o'qimini ishlatib bu masalani hal qila olamiz. Albatta, chunki g'alati maxluq matematik o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Vau, raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, turga ayirish. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini olsangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanladan, birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Turga ayirish. Hozir emas Govo. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingda aniq desang bo'ladi. Ma'qul Lili. Bag'ayla g'alati maxluq matematika atirdi. Biz birlikda axlat to'shishga yordamlashaylik. Yaxshimisiz tozliqchi maxluq? Biz bu yangi axlat sanduqini ko'rib boqaylik. Uyning oldida ikki axlat sanduqi bor ekan. Biroq men bu axlatlarni qanday turiga ayirib, bu axlat sanduqlariga ayirib tashlashni bilmay qoldim. Raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Turga ayirish ko'pchilik tayyorlanib bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 Turga ayirish. Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatish keldi. Bir g'alati maxluq kichik shartlarni turga ayirib o'tadi. Qizil rangli kichik sharcha, ko'k rangli kichik sharcha, qariqroq sharcha, ko'z solaydigan kichik g'alati sharcha. Bu g'alati maxluq davomli shartlarni turga ayirish kerak. Rahmat sana g'alati maxluq matematik o'qimlarni ko'rsatish ekrani. Qaraganda biz har xil usullarni qo'llanib axlatlarni turga ayirishimiz kerak. To'g'ri, xuddi hozir afalma shunga o'xshash. Turga ayirish qoid bilimlarini o'rganishimiz kerak ekan. U bizning axlatlarni turga ayirib o'xshamaydigan axlat sanduqi silishimizga yordam beradi. Turga ayirish matematika bilimlariga tava bo'lsa, biz birlikda g'alati maxluq matematik o'qimini ishlataylik. Bu axlat sanduq ustidagi rasm nimani ifodalaydi? Qarmoqqa ko'n aynak botulkalar o'xshaydi ekan. Bu yerda kimning turganligini bilaman. Qiyam ishlaydigan g'alati maxluq turdi ekan. U manzil qiyam yasayalaydi. Hamda bu qiyamlarni botulkaga qachilaydi. U qizil rangli qiyamni qizil rangli botulkaga, ko'k rangli qiyamni bo'lsa ko'k rangli botulkaga qachilaydi. Men mush yerda turibman, manzil qiyamning yig'ini pravatima. Qaranglar. Bu axlat sanduqining ustida ko'k rangli botulkaning rasmi turadi. Yana bir sanduqning ustida qizil rangli botulkaning rasmi. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Meningcha bo'lsa qizil rangli botulkalarni bu sanduqqa, barliq ko'k rangli botulkalarni bo'lsa mana bu axlat sanduqqa tashlashimiz kerakligini tushuntirib beraman. Undaqda biz ishni qayerda boshlasak bo'ladi-g'anda? Biz avval axlat mashinasiga axlatlarni turga ayirib chiqaylik. Kichik do'stlar, qani boshlaylik. Birga turga ayirib boqaylik. Botulkalarni bo'lsa bu yerga qo'yaylik. Boshqa xildagi axlatlar mashinada qolsin. Hamsi turga ayirishni boshladik. Undaqda buni-chi qaystirib qo'ysak bo'lar. Mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Biz turga ayirib-atamiz. Yana ikki botulka tep chiqdim. Yana bir sibaka. To'g'ri, bu botulka emas. Men nima degandim-da?
buni ne qo'yish kerak? Mashina qo'yatdik. To'g'ri, rahmat. Mashina qo'yamdiq yoki bu yoqqa qo'yamdiq? Botolkani qayerga qo'yamiz? Meningcha biz barliq qiyam botolkalarni tepib chiqdik. Endi biz nima qilishimiz kerak? Endi biz bu botolkalarni ikki turga ayirib chiqamiz. Ya'ni qizil ranglik ham ko'k ranglik deb turga ayirishimiz kerak. Qizil ranglik botolkalarni mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Undaqda ko'k rangli botolkani albatta bu yerga qo'yamiz. Boshqa rangdagi botolkalarni mashinaga tashlaymiz. Qizil ranglik botulka qaysi taraf qo'yatdik? Ha, to'g'ri. Albatta qizil ranglik botulkalar batarab qo'yamiz. Rahmat sizlarga. Undaqda buni-chi? Ha, to'g'ri. Ko'k ranglik botolkalar batarab qo'yamiz. Turga ayirish haqiqatan qisqarlikkan. Atrat a'zolari g'ayrat qilayli. Biz qilgan botolkalarni turga ayirishimiz kerak. Buni qaysi tarafga qo'yatdik? To'g'ri. Ko'k ranglik botolkalar qatori qo'yamiz. Hey, men bir g'alati botulkani payqadim. Ichida yana siz bo'lgan maqsadlar qiyamidan purqi baki. Yo'q-ku. Axlatni yesang bo'lmaydi. Esta, yana uzun turib qolgan qiyam yeyishga texim bo'lmaydi. Biz bu botolkalarni qanday bir taraf qilsak bo'lar? Men bilaman, yeyishga bo'lmaydi ekan. Bu qizil rangda emas, ham ko'k rangda emas ekan. Biz buni faqat Men bilaman, axlat mashinasiga tashlaymiz. Undaqda bularni-chi? To'g'ri, yana qizil ranglik botolkalar qatori qo'yamiz. eng oxirgi bir tal botolka qolibdi. Buni qaysi qo'yatdik? To'g'ri, ko'k rang bir tarafga. Biz barliq botolkalarni turga ayirib bo'ldik. Bularni muvofiq kelgan axlat sanduqiga solib tayli. Onda vazifa tamomlandi. Atratimiz turga ayirishni tamomladi. Biz matematikani qalblik holda istaldik. To'xtab turinglar. Mening safarim texi oxirlashmadi. Men yana bir yangi berishim kerak. Mehnatchilik ham sizchilik do'koniga boraman. Mahayli, g'alati maqsad matematika atritdi. Yana turga ayiradigan axlat chiqdi. Bo'ldi, biz yetib keldik. Bu mehnatchilik ham sezgichchilik do'koniga o'xshamamdi. Bu axlat sanduqidagi rasmlar qaramoqqa bakla g'alati bilinayotdi. Qani men ko'rib boqay. Haqiqatan g'alati ekan. Biz ularni qanday ayirib chiqishimiz kerak? Men aslida ilishib qolaylik deb qoldim. Men ovozni angladim. Sizlar raqamlik maqsadni ko'rdinglarmi? Undaqda biz yana bir qatim g'alati maqsad matematika askarchi so'zini to'g'layli. Turga ayirish. Men 3 sanayman. Tayyorlig'inglar bitdimi? 1, 2, 3. Turga ayirish. Vah, g'alati maqsad matematika uqullarini ko'rsatish keldi. Nima degan qaltis? Bir g'alati maxluq yumloq seg'iz kampitni turga ayirib etibdi. Siliq bo'lgan yumloq seg'iz kampit. Yepishqaq bo'lgan yumloq seg'iz kampit. Sesiq bo'lgan yumloq seg'iz kampit. Intayin sesiq bo'lgan g'alati maxluqlar yumloq seg'iz kampitdi. Bu maxluq yumloq seg'iz kampitlarni qayta turga ayirish kerak. Rahmat sana g'alati maxluq matematik o'qimini ko'rsatish ekrani. Haqiqatan cho'ng yordam qilding. Qaraganda biz puroq va sizimizga asosan turga ayirsak bo'g'dak. Seningchi bularni bilsak, bu axlatlarni ayirib o'xshamagan axlat sanduqiga sola olamizmi? Biz sinab boqaylik. Bu qarmoqqa chaplashib turgan axlatlarni soladigan axlat sanduqida qiladi. Qaraganda yenidikisi sesiq axlatlarni soladigan axlat sanduqida qiladi. Biz bu axlatlarni turga ayirish uchun chaplashqaq axlatlarni bu yerga, sesiq axlatlarni bu sanduqqa tashlashimiz kerak. Biz buni qila olamiz. Matematika atritidagilar turga ayirish bo'lsa, matematika atalg'usi ekan. Shu biz g'alati matematika bilimidan foydalanaylik. Qani kelinglar matematika atritidagilar. Biz birlikda chaplashqaq ham sesiq bo'lgan axlatlarni turga ayirib chiqaylik. Chaplashqaq axlatlarni bu sanduqqa, sesiq axlatlarni yendik sanduqqa, boshqa axlatlar bo'lsa mashinada qoladi. Bu nimaga o'xshaydi ekan? Chaplashqaqdek qiladi. Buni qaysi axlat sanduqqa tashlaydik? To'g'ri. Rahmat sizlarga. Men tashlab etay. Haqiqatan chaplashqaqqa. Sesiq axlat bayqaldimi? Bu hisobmi? Turab boqqin. Siz emaskan. Chaplashqaqmikan? Yo'q. Chaplashqaqim bo'lmasa, sesiqim bo'lmasa, undaqda buni qayerga qo'yishimiz kerak? Ras, mashina qo'yib qo'yatdik. Bo'ladi. Siz axlat izlab boqay. Chaplashqaq axlat tushirsin bo'ladi. Bir yirtilib ketgan maxluqning paypiqini bayqidim. Haqiqatan sesiq buraydi ekan. Qaysi axlat sanduqiga tashlayman? Siz axlatdan tashlaydiganingmi yoki chaplashqaq axlatdan tashlaydiganingmi?
To'g'ri, rahmat sizlarga. Buni aniq sessiz axlatdan tashlaydigan sanduq tashlayman. Men intayin qaltis sessiz axlatdan ayirish mutaxassisi. Bir chaplashqaq bo'lgan axlatni topdim. Qaysini solamiz? Javobinglar to'g'ri bo'ldi. Rahmat sizlarga. Yana bir sessiz axlat tepib oldim. Menimcha biz barliq sesiq puraydigan va chaplashqaq axlatlarni turga ayirib bo'ldik. Bu chusmiysiz changu apandim emasmi? Nimishqa bu g'alati maxluq sessiz ham chaplashqaq narsalarni ishlatadigan-da. Chunki men mushundaq chaplashqaq ham sisiq bo'lgan suvda yuyinishni yaxshi ko'raman. Bu meni doim g'alit ko'rsatib turadi. Chunki men g'alit yurishni yaxshi ko'raman. Biz buni bilamiz. Axlatlarni to'shishga yordam qilinglar, rahmat. G'alati maxluq matematika atirdi, rahmat. Turga ayirishga oid bilimlarni o'rganib olg'achqa shu g'alaba qilamiz. Şu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabada qoldirdik.